Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Gullarimga ko'rsatib o'tganimdek choy qo'ymoqchiman. Choy gullar uchun juda ham yaxshi foydali, ayniqsa bu giron gullari uchun juda ham yaxshi foydali. Giron gulini eng sevimli ozuqalaridan biri bu choy hisoblanadi. Tabiiy ozuqa, umuman zarari yo'q. Men har doim gullarimga qo'yib turaman. Mana hozir ham giron gullarimni choy bilan sug'orib chiqmoqchiman. Tabiiy bu choy hammani kunlik nimasida topiladi. O'shaning uchun ortib qolgan choylar bo'lsa, albatta men gullarga qo'yib chiqaman. Natijasi mana bariklaridan ko'rinib turibdi. Agar zarari bo'lganda men sizlarga tavsiya qilmasdim, ko'rsatmasdim. Gul uchun choy juda ham yaxshi, foydali, ayniqsa giron gullariga. Hozir hamma giron gullarimni bu choy bilan sug'orib chiqayapman, ko'rib turganingizdek. Boshqa gullarga ham bo'ladi. Mana begonaga ham qo'yapman. Bir piyola endi normada o'zlaringiz bilgan holda qo'yib chiqasizlar. Umuman zarari yo'q, bariklari yirik bo'lib yaxshi o'sadi. Navorot foydasi bo'lsa bor, zarari yo'q. Hozir men giron gullarimni persatka qilib kesib chiqaman. Bu rasmda, videoda ko'rsatib o'tyapman. Mana hammasi bo'yi kalta. Bu yashnatuvchi ozuqani ko'rpada reklama qilgan edim, qo'ygan edim. O'sha ozuqadan hamma gullarimga berib chiqqan edim. Bittadan bariklari o'sib, shoxlari o'sib, katta bo'lib yashnab o'sib ketdi. O'shaning uchun men hammasi giron gullarimni kesib chiqdim. Mana hozir kalta bo'ylari kesib, buni videosi ham bor, persatka qilib agarat hovliga o'tkazib chiqqanman. Shoxlarini hali videosini qo'yib o'taman sizlarga. Hozir shu holatga kelgan gironlarim. Xudo xolasa bu oyga yana yashnatuvchidan bittadan qo'yib chiqsam, yana o'sib turibdi. Yashnab tez o'stirar ekan, gullarni juda yaxshi foydasi bor ekan. Mana bu ham kesilgan, bular ham qirqilgan. Hozirda qirqilgan holati bu gironlarimda. Men choyni har 3-4 kunda qo'yib turaman gullarimga, ayniqsa gironlarni doim men sug'orib turaman. Yoz oyida, qishda ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu tabiiy ozuqa, umuman zarari yo'q. Kunlik foydalansangiz ham bo'ladi. Juda ham foydali ozuqalardan biri hisoblanadi giron gullari uchun. Yana boshqa ozuqalarni ham sizlar bilan bo'lishib boraman. Xayr, sog'omon bo'ling.